Cho'tki foydali maslahatlarimizdan bittasi, ko'rsatib beraman. Shu dushimizni ichiga mo'yshiy sredstva bilan uksus qo'yamiz. Dushni ichiga mo'yshiy sredstva bilan uksus solamiz va bunday yaxshilab chayqatamiz. Ko'ryapsizlar, chiqayotgan kirni. Ko'ryapsizlar, ichidan yaxshilab chayqatamiz. Shampun solsangiz ham bo'ladi uksus bilan. Yoki mo'yshiy sredstva solib bu yillar davomida har 6 oyda o'zi buni tozalab turish kerak. Shunaqa mana soch to'kilishi, teridagi har xil kasalliklar, suvdagi chiqayotgan mikroblardan bori shu bosh orqali badanimizga to'kiladi. Endi suvni ochib ko'ramiz. Mana qaranglar. Chiqayotgan kirlarni ko'ryapsizlar. Shunaqa videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, tanishib bilishlaringizni o'chirib qo'yamiz. Butun umr yashab, butun umr o'rganamiz. Bir kichkinani bir kattani gapiga quloq solamiz. Joninglar sog' bo'lsin.